Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Bittalarni so'rayman deyatgandim sizdan. So'ra, pul so'ramasang bo'ldi-ku. Yo'q, pul emas. Bitta qizni yaxshi ko'raman men. Ha. Lekin uylanmayman, aldab yuribman, yaxshi ko'rib. Hop. Shunga mashina sovg'a qiling deb so'rayapti. Hozir mashina sovg'a qilsam, xarid bo'lib qolmaymanmi? Yo'q, uka hali bo'p. Sen hali bo'p qolmaysan. Endi sen tug'ib katta qilgan-ku. Hozirga iloji bo'lsa u qizni kantagingga jannatim otam, jannatim onamni saran qilib qo'y uka. U hali bo'lmaysan. Menga qarang. Sen jinnimatmisan. G'alati, hozir niye joyidamiz endi? O'ylanib savol beryapti. Uka menga bir hafta qilma, bir umr qilma uka. Ketib bor, bilet olib, cho'ntagingda puling bormi, pasporting bilan? Ketganlarga bir qariyalarga ketib bor, tushundingmi? Ammo uka aytdi, pita tayyor ko'rib qolmay, singiz qirg'iveraman. Mol emassan sen. Nima ular deyapsan sen? Men sizni biladi deb so'radim-da, aka. Bilmayman men, asabiylashtirma meni bir borga sur. Bo'pti, hozir bittasidan so'rab ko'raman yana. Hozir boshqasidan so'raysanmi sen? Bor, uka, shu olmay birda, bor.